Hisobotlar nima uchun tayyorlanadi? Ushbu hujjat muayyan vaqt uchun rejalashtirilgan ish, vazifa topshiriqlarining bajarilishi yoki xizmat va ilmiy safarlar yakuni haqida ma'lumot beradi. Unda keltirilgan ma'lumotlar aniq, ishonarli bo'lishi kerak. Hisobot yozayotganda nima mo'ljallangan va topshirilgan edi? U qanday bajarildi? Nimalarga e'tibor berildi? Qanday yetishmovchiliklar bo'ldi? Ularni bartaraf etish uchun nimalar qilish kerakligi keltiriladi. Shuningdek, hisobot oxirida bajarilmagan topshiriq bo'lsa, sababi ko'rsatilib, uning yechimlariga taklif yoziladi. Hisobotning zaruriy qismlari quyida. Avval sarlavha yoziladi. Unda hisobot qaysi davr uchun qanday bo'lim yoki shaxs tomonidan berilayotgani ko'rsatiladi. Keyin esa hisobot deb hujjatning nomi yoziladi. Pastidan hujjat matni yoziladi. Keyin esa hujjat yozayotgan xodimning lavozimi, ismi, ota ismi, bosh harflari, familiyasi va imzo uchun joy qo'yiladi. Oxirgi qismida sana yozilib, hisobotni tasdiqlovchi rahbarning imzosi qo'yiladi.